İstanbul'da Xitayning Sharqi Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazildi. Fikrda birlik va erdamliklar munbiri Xitayning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligiga qarshi namoyish o'tkazdi. İstanbul Ayyub Sultan Camiasi oldida yig'ilgan yuzlagan Uyg'ur va turklar qo'llarida oy yulduzliq qizil va ko'k bayroqlarni ko'tarib Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilarga vakolatan bayonot e'lon qilgan Kürşat Mijan apandi Sharqi Turkistonda kishilarning kishilik huquqlaridan mahrum qilinganligini ta'kidladi. U mundaq dedi: 21 asrda yangidan o'ttirg'i chiqqan natsist lagerlarida 3 milliondan ortiq qarindishimiz tutib turilmoqda. Ular diniy va milliy kimligidan voz kechishga majburlanmoqda. Qiyin qistoqqa uchirmoqda, qirg'in qilinmoqda. Islom hamkorlik tashkiloti, ommaviy tashkilotlar, kishilik huquq organlari shundoqla o'zlarini kishilik huquq, adolat va erkinlikning qo'g'dug'uchisi deb ataydiganlarni Xitoyning bu zulmini to'xtatishga kuch chiqarishga chaqiramiz. Amerikalik Kengash palata a'zolari Xalqaro Olimpik komitetiga maktub yozdi. 10 nafar Amerika Avam palata a'zosi Xalqaro Olimpik komiteti boshlig'i Tomas Boshqa maktub yozib, Xitoyning kishilik huquq tajovuzchiligining olimpik ruhiga uyg'un kelmaydiganligini ta'kidladi. Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi Marsha Belakburun boshchiligidagi 10 nafar parlament a'zosi Xalqaro Olimpik komitetiga yozgan maktubda 2022 yillik qishliq olimpik yig'inining Beijingda o'tkazilish qarorining qaytadan ko'zdan kechirilishi kerakligini aytdi. Ularning orasida sobiq Amerika prezident nomzodi Marco Rubio bor. Bundan burun olimpik tanarkat yig'ini jarayonida Xitoyning jamiyat tartibini bostirishni bahona qilib, Uyg'urlar, Tibetlar va faoliyatchilarga bo'lgan bostirishni kuchaytirishi tanqidga uchirgan edi. Tramp Dünya Bankisini Xitoyga qərz bərməslikкə çaqırdı. Amerika prezidenti Donald Tramp Dünya Bankisining Xitoyga qərz pul berishni qabul qilganligiga qarata Xitoyga qərz berishni to'xtatinglar deb chaqiriq qildi. Oldingi kuni Dünya Bankisi Xitoyga 2025-yili iyungacha yilda 1 milliarddan 1,5 milliardgacha to'van o'simli qərz berish kelishimi tuzganligini e'lon qilgan edi. Tramp buningga qattiq norozilik bildirdi. U Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida Dünya Bankisi nima uchun Xitoyga qərz beradi? Bu qandoq mumkin bo'ladi? Xitoyning nurg'un puli bor dedi. Amerika bilan Eron mahbus almashtirdi. Amerika bilan Eron Shveysariyaning tirishchanligi bilan mahbus almashtirdi. Amerikada tutib turilayotgan Eronlik professor bilan Eronda tutib turilayotgan Amerikalik doktor aspirat almashtirildi. Eron tashqi ishlar ministri Javdat Zarif Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida 2018-yildan buyon Amerikada tutib turilayotgan g'ul hujayra professori doktor Mas'ud Sulaymonning qo'yib berilganligini va yaqinda oilasi bilan ko'rishadiganligini bildirdi. U yana 2017-yili Eronda josuslik bilan ayblanib 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Amerika fuqarosi Princeton universitetida doktor o'quvchisi Wang Shuningmi qo'yib berilganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trampmi ommaviy taratquv hisobida bu ishni dalilladi. Fransiyadagi namoyish qatnashni palash holga tushirib qo'ydi. Fransiyada prezident Macronning pensiya islohotiga qarshi namoyish va ish tashlash 4-kuniga qadam qo'ydi. Fransiyada tunji kuni 800 ming kishining qatnashi bilan boshlangan keng ko'lamlik namoyish va nurg'un sohalarda boshlangan ish tashlash bugunmi davomlashmoqda. Namoyishlar sababli davlat miqyosida poyezd qatnashi palash holiga tushib qoldi. Cho'ng shaharlarda bo'lsa qatnash zo'r to'salg'iga uchirdi. Yana bir tarafdan soqchilarning namoyishchilarga o'lchamdan oshirib mudohala qilishi tanqidga uchirdi.